Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibragimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. O'zbekiston milliy terma jamoasining FIFA kunlaridagi yig'inda ishtirok etuvchi tarkibi e'lon qilindi. O'zbekiston, Gabon, Trinidad va Tobago hamda Venesuela terma jamoalari Toshkent shahri mezbonlik qiladigan FIFA seriyasi xalqaro o'rtoqlik turnirida ishtirok etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro tomonidan mart oyida bo'lib o'tadigan yig'inga jalb etilgan futbolchilar ro'yxati e'lon qilindi. Unga o'rtoqlik turnirida ishtirok etish uchun 26 nafar futbolchi yig'inga chaqirilgan. Darvozabonlar O'tkir Yusupov, Bahor, Abduvohid Ne'matov, Nasaf, Botir Ergashev, Nepchi. Himoyachilar Rustam Ashurmatov, Istiqlol, Eron, Umar Eshmurodov, Nasaf, Abduqodir Husanov, Manchester City, Angliya, Muhammad Rasul Abdumajidov, Hojiakbar Alijonov, Sherzod Temirov, Muhammad Qodir Hamroliyev, Paxtakor, Behruz Karimov, Surxon, Jahongir O'rozov, Dinamo, Farruh Sayfiyev, Nepchi. Yarim himoyachilar Umar Ali Rahmonaliyev, Sabah, Ozarbayjon, Ibrohim Ibragimov, Doston Hamdamov, Akmal Mazgavoy, Paxtakor, Alisher Odilov, Jamshid Iskanderov, Neftchi, Otabek Shukurov, Baniyas, Birlashgan Arab Amirliklari, Azizjon G'aniyev, Al-Batah, Birlashgan Arab Amirliklari, Oston O'runov, Persepolis, Eron. Hujumchilar Eldor Shomurodov, Istanbul Bashakshahir, Igor Sergeyev, Persepolis, Eron, Sherzod Temirov, Erbil, Iroq. Siz qanday fikrdasiz chaqirilgan futbolchilarimizga? Yana kimlar qolib ketdi? Abbosbek Fayzullayevning yengil jarohati bor ekan. Izohda Fayzullayevni so'ramay qo'yaverasiz. Yana qaysi futbolchilar termaga loyiq edi va siz qaysi futbolchilarni kutgandingiz? Aynan mart oyi yig'ini uchun izohlar bo'limi sizni kutmoqda. O'zbekiston U23 terma jamoasi mart oyidagi FIFA kunlarida Turkiyada o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishidan xabaringiz bor. Vakillarimiz yig'in doirasida Rossiya va Albaniyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushishi belgilangan. Bosh murabbiy Ravshan Haydarov mazkur uchrashuvlarga jalb etilgan futbolchilarning ro'yxatini e'lon qildi. Quyida ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Manchester City'ning so'nggi yillardagi eng zo'r to'purari Erling Haaland yaqin kelajakda klubni o'zgartirishi mumkin. Transfer News Live va El Nacional kabi yirik manbalarning xabar berishicha, norvegiyalik futbolchi shaharliklar rahbariyatiga 2027-yil yozida klubni tark etish niyati borligini ma'lum qilgan. Shu bilan birga manbaga ko'ra, hujumchi kelayotgan yozda jamoani tark etmaydi va Angliyada yana bir mavsum qoladi. Haalandning asosiy da'vogari sifatida Real Madrid ko'rinmoqda. Shuningdek, Barselona ham bu yulduzni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirib qo'ygani haqida ma'lumotlar tarqalgan. Transfer Market portali ekspertlari 25 yoshli futbolchining bozor qiymatini 200 million yevroga baholamoqda. Uning Manchester City bilan shartnomasi 2034-yilning yozigacha amal qiladi. Turkiyaning eng qudratli klubi Galatasaray UEFA Chempionlar Ligasi o'yinidan keyin Angliya chempioni Liverpoolni sudga bermoqchi. Turk klubi bosh direktori Aray Yazgan Liga Chempionlar doirasidagi Liverpoolga qarshi o'yindan keyin klub sudga murojaat qilishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. O'yindan keyin biz UEFA vakillariga shikoyat qildik. Ular tekshiruv o'tkazishdi. UEFA vaziyatni baholaydi. Biz yuristlar bilan maslahatlashyapmiz. UEFAga kompensatsiya talab qilib da'vo kiritamiz va maoshlar bilan bog'liq moliyaviy qiyinchiliklar hisobga olinishini talab qilamiz. Agar talablarimiz qondirilmasa, huquqiy choralar ko'ramiz. Bizning asosiy ustuvorligimiz futbolchilar sog'ligi. Pul ikkinchi darajada. Shuningdek, bu ishda aybdorlarni javobgarlikka tortamiz, dedi Yazgan. Ikki jamoa o'rtasidagi uchrashuvning 75-daqiqasida Noel Lang maydon chetidagi reklama taxtasiga urildi va barmog'ini jarohatladi. Undan qon ketish boshlandi va u bir muddat maydonda yotdi. Keyin uni zambilda maydondan olib chiqishdi. Futbolchida barmoq falangasining qisman uzilishi kuzatilgan va u operatsiya qilinadi. Marokash terma jamoasi sardori Ashraf Hakimi Afrika Millatlari Kubogi g'olibi sovrinidan voz kechayotganini ma'lum qildi. Onam Afrika Millatlari Kubogidan voz kechishimni aytdi. Men rasman rad etaman va umid qilamanki, jamoadoshlarim ham shunday qilishadi. Bizda yutish imkoniyati bor edi, ammo yutolmadik. Bu futbol, ba'zan g'alaba qozonasan, ba'zan yutqazasan. Senegal bizni adolatli tarzda mag'lub etdi va g'alabaga loyiq edi. Shuncha mashaqqatli mehnatdan so'ng ularni quvonchini barbod qilish adolatsizlik bo'lardi. Men Afrika Futbol Konfederatsiyasining qarorini hurmat qilaman, ammo sovrindan rasman voz
voz kechaman. Afrika Millatlari Kubogida g'alaba qozona olmadim. Senegalni yana bir bor tabriklayman, dedi Hakimi. Avvalroq Afrika Futbol Konfederatsiyasi CAF Marokash Futbol Federatsiyasining Senegal terma jamoasi 2026-yilgi Afrika Millatlari Kubogi finalini yanvar oyida davom ettirishga ruxsat bermagani haqidagi murojaatni qanoatlantirgan edi. Senegalga 0-3 hisobda texnik mag'lubiyat yozildi va mos ravishda Marokashga g'alaba yozildi. Eslatib o'tamiz, uchrashuvning asosiy vaqti golsiz yakunlandi. 94-daqiqada qo'shimcha bo'limlarning birinchi qismida Pepe Gue gol urib, jamoasiga g'alaba keltirdi 1-0. Ikkinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqaning 8-daqiqasida VAR tekshiruvidan keyin Senegal darvozasi tomon penalti belgilandi. Senegallik futbolchilarning bir qismi norozilik sifatida o'yinni tark etdi, ammo qaytib keldi. O'yin 13 daqiqadan so'ng davom ettirilib, 90+24-daqiqada Brahim Diaz tomonidan belgilangan penaltini darvozabon qaytargan edi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.